Hurmatli ayol ustozlar, sizlarni bahorning ilk bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ushbu go'zal bayram sizga quvonch, farovonlik va oilaviy baxt olib kelsin. Har doim shogirdlaringiz ehtiromiga sazovor bo'lib, mehnatingizni shirin mevasini ko'rib yurishingizni tilayman. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ayollar. Duosida tinchlik so'rar yurtiga, ko'nar hayot aytgan barcha shartiga, gullar soching oyog'ining gardiga, zulmatlarni yoritguvchi yo'lisan, ayol, bu dunyoning jannat gulisan. Sen onasan, sen go'zal yor, yo singil, ma'noli so'zingdan obod har ko'ngil, mehring bersang dard ham o'tadi yengil. Kim bo'lmaki, keksami yoki yoshsan, ayol mehr bobidagi quyoshsan. Tabassuming aritadi g'amlarni, shodlikka olasan tushkun damlarni, to'ldirasan ro'zg'ordagi kamlarni, uyim joyim deya bedor halaksan, ayol mehnat ichida ham malaksan. Senga yo'qdir bolaning begonasi, sevging ulashasan gapning xonasi, qalbing shunchalar oq o'zbek onasi, yangi kunning debochasi nahorsan, ayol yangilanish tasli bahorsan. Ba'zan tashvishing bor, yuraging titroq, ko'ngling yig'lasa-da, ko'zlaring porloq, sabring qarshisida cho'kib qolar tog'. Har mushkulning davosisan, ixlossan, ayol sabr, mehr otliq libossan. Malohatsan, nazokatsan, navosan, andishasan, oru nomus hayosan, o'zing dunyo ichra bitta dunyosan, mo'jizasan, mudom bor bo'lgin ayol, ishqqa, sadoqatga yor bo'lgin ayol.